Mahalla vatan ichra kichik bir vatan, insonning kamol topishi, hayot farovonligi kabi juda ko'plab masalalar ushbu maskan bilan bog'langan. Shu bois davlatimiz rahbari boshchiligida yurtimiz mahallalariga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish, hududlar obodligi va farovonligini ta'minlash bo'yicha keng ko'lamli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkent viloyati Ohangaron tumanining Og'ir toifadagi Qizloy mahallasida ham obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla mezonlari asosida qurilish bunyodkorlik jarayonlari boshlandi. Qizloy mahallasi qo'shni Tojikiston bilan chegara hududda joylashgan bo'lib, 3400 nafarga yaqin aholi istiqomat qiladi. 1159 gektar maydonda hudud ahli asosan dehqonchilik va chorvachilik bilan shug'ullanadi. Mahallada uzoq yillardan buyon ba'zi muammolar yig'ilib qolgan edi. Respublika ishchi guruhi va Toshkent viloyati hokimligi tomonidan hududda o'rganishlar olib borildi va mahallaga yangi O'zbekiston qiyofasini olib kirish bo'yicha yo'l xaritasi belgilab olindi. Shu asosda qurilish bunyodkorlik jarayonlari, aholi bandligini ta'minlash va har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bugungi kun talablariga javob bermaydigan mahalla fuqarolar yig'ini binosi kapital ta'mirlanyapti. Shuningdek, idora oldida nuroniylar masjidi va kutubxona qurish rejalashtirilgan. 57-yilda qurilgan istalbalarimiz turar edi. Shu istalbalarimizda hammasini hozir olib tashlab yangidan betonlab qo'ydi. Simlarini hammasini yangiladi. Mahalla idoramiz ham 4 ta xona edi. Xudoga shukr, hozir mana yangidan ta'mirlanyapti. Zamonaviy bo'lib qurilyapti. Prezidentimizga katta rahmat. Hamma narsaga ahamiyat berib turibdi. Borayotgan ishlardan o'zi xalqimiz o'zi xursand. Mana ishlarimiz yildan yilga obodonlashib boryapti. Asfalt deysizmi, suvlar deysizmi, buni qurilishlar deymizmi, maktablar qurilyapti, bog'chalar qurildi. Hozir shahardan kam emas. Qishlog'imizdagi bog'chalar ham, maktablar ham, medpunktlar ham hammasi Xudoga shukr yaxshi yo'nalishda ketyapti. Suv bor, hayot bor. Hozirda hududning ichimlik suv bilan ta'minlanganlik darajasi 62% bo'lib, mazkur holatni yaxshilash bo'yicha 10 kilometr tarmoq tortish, 4 ta nasos, bitta transformator va 20 ta kolodis o'rnatish, shuningdek suvni zararsizlantirish binosini qurish va uskunalarni o'rnatish rejalashtirilgan. Aholi tomorqalarini oqova suv bilan ta'minlash yo'nalishida qator chora-tadbirlar amalga oshiriladi. Mahalladagi elektr ta'minotini yaxshilash bo'yicha 4 kilometr uzunlikda sip kabeli tortilmoqda. Shuningdek, 95 ta yaroqsiz ahvolga kelib qolgan simyog'ochlar temir beton ustunlarga almashtiriladi. 63 kilovatli 2 ta transformator esa 160 kilovatli transformator punktiga almashtiriladi. Ohangaron tumani Qizloy mufeyida hozirgi kunga qadar 90 dona temir beton tayanchlar o'rnatildi. Hozir mana temir beton tayanchlar o'rnatish jarayonidamiz. Undan tashqari shu kunga qadar 3 dona transformator quvvati oshirildi hamda yuksalantirish maqsadida 1 dona transformator olib kelingan. Uni ham Xudo xolasa o'rnatib, aholiga sifatli, uzluksiz elektr energiya bilan ta'minlash ishlari amalga oshirilmoqda. Yo'llar aholi kundalik faoliyatida foydalanadigan muhim infratuzilma hisoblanadi. Shu bois mahalladagi ichki yo'llarni asfaltlashtirish va ba'zi ta'mirtalab ko'chalarni shag'allashtirishga kirishildi. Yoshlar uchun usti yopiq stadion qurilmoqda. Shuningdek, mahallaning kirish qismida stella o'rnatish, bozorcha, savdo va xizmat ko'rsatish do'konlarini tashkil etish rejalashtirilgan. Xudoga qatla shukr, prezidentimizga rahmat. Shunchalik bo'lyapti. Suvlar bo'lyapti, asfalt bo'lyapti, hamma narsa bo'lyapti. Hozir mana quyosh paneli o'rnatildi ko'chamizga. Kunduz o'chadi, kechqurun o'zi yonadi. Bunga to'kam kerak emas, hech narsa kerak emas. Tungi yoritish chiroqlari qo'yilgan, asfalt bo'lyapti, maktabimizni remont qildi, klubimizni remont qildi, bog'chamizni remont qildi. Prezidentimizga ming rahmat. Respublika ishchi guruhi, tegishli vazirlik va idoralar, tijorat banklari vakillari aholi bandligini ta'minlash, mahallani kambag'allik va ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha ham tizimli ish olib bormoqda. Tadbirkorlik qilish istagidagi fuqarolarga yaqindan yordam berilmoqda. Anvar Orolboyev 200 million so'm imtiyozli kredit olib, yangi ishlab chiqarish nuqtalarini tashkil etib, mahalla yoshlarini ishli qildi. Mamlakatimizda yurtboshimiz tomonidan mana shu yosh tadbirkorlar uchun, tadbirkorlikka qiziqqan yoshlar uchun juda ko'p imkoniyatlar berilyapti. Shaxsan men o'zimning misolini aytadigan bo'lsam, mana bu yilning boshida imtiyozli kredit olib, mana shu 3 ta sexim tashkil qildim, tadbirkorlikni boshladik. Birinchi seximiz mana shu polistiroblokdan ustiga mramor tosh yurgizib, pokaktegalar tashqi fasadga yo'naltirdik. Keyingi seximiz oyna sex, akfalarimizga, misol uchun
stiklo paket deydi endi xalq tilida. 2 qavatli oyna qilib, stiklo paket qilib akfachilarga tarqatyapmiz. Ham o'zimizda ham akfa sexi ochdik. O'zimizni akfa seximizga mana shu oynalardan foydalanyapmiz. 13 ta ish o'rni yaratdik. Ishchilarimiz hammasi o'zimizning mahalladan. Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash hamda tadbirkorlikni amalga oshirish yuzasidan xususan Qizloy mahallasida ham mahalla bankirlari, mahalla agentlari tomonidan fuqarolar bilan o'rganishlar olib borilmoqda. Tadbirkorlik subyektlari ko'paygani sari qishloq qiyofasi ham o'zgaryapti. Muhtaram prezidentimizning 312-sonli qaroriga asosan Qiziloy MChJ tashkilotiga loyihani amalga oshirish uchun imtiyozli kredit ajratganmiz. Chorvachilik yo'nalishida, issiqxona yo'nalishida, xizmat ko'rsatish, umumiy olganda ishlab chiqarish yo'nalishlarida kredit produktlarimiz mavjud. Xolqiz Umarova ham imtiyozli kredit hisobidan tikuv mashinalari, kerakli mato, anjomlar sotib oldi va uyida kichkina tikuvchilik sex tashkil qildi. Onaxon berilayotgan imkoniyat va qo'llab-quvvatlovdan ruhlanib, faoliyatini yanada kengaytirmoqchi. Tikuvchilik kasbini onamdan o'rganganman. 17 yoshimdan boshlaganman, shu yoshgacha. 2 ta kelinim bor, bu kelinlarimni ham bu kasbga o'rgatdim mana. Bu kasb juda ham bir barakali kasb. Mana shuni orqasidan mana shu uy-joylar qildik, bolalarimni o'qitdim. Muhtaram prezidentimizga juda katta rahmatlar aytaman. Mana xalqimiz uchun, tadbirkorlar uchun juda katta imtiyozlar, sharoitlar qilib beryapti. Oldin bunaqa sharoitlar bo'lmagan. Mana hozir qancha masalan shu tadbirkorlik qilsa bo'ladida, mana kreditlar berilyapti. Men yaqinda mana yilda boshida 17 million kredit oldik, 2 dona. Yangi chiqqan tikuv mashinasi olganmiz. Materiallar olib kelib, mana shu ko'rpa to'shakdan boshladik. Hozir yoz kelib qoldi, shtamplardan ko'ylaklar, hamma nima buyurtma bersa shuni biz tikyapmiz. Bundan ham daromad olyapmiz, ham kelinlari mana ish bilan ta'minlanyapti. Uyda o'tirib, ham bola chaqasini katta mana qarayapti. Foydasi juda katta. Nechtalab qizlarni mana shu tikuvchilik kasbiga o'rgatdim. Shogirdlarim bor, uylarda o'tirib tikyapti. Mahallamizda menga joy ajratgan. O'sha yerda Xudo xolasa, niyatlari mana ishimni davom ettirib, mahallamizni ishsiz ayollariga kasbimni o'rgatib, kengaytirmoqchiman. Mana tikuv mashinani yana olib, ishlarni amalga oshirish niyatim bor. Obod turmush ko'chasi 19 xonadonda yashovchi Gavhar Yusupovaga oilaviy tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yish uchun inkubator yo'nalishida amaliy ko'mak berildi. Mart oyida menga mana shu inkubatorni berishdi. Men bundan foydalanib, bugungi kunda 5 million daromad qildim. Hozir kunda 200 tadan ortiq jo'jalarim bor. Kelajakda yanada buni ko'paytirish niyatlarimiz bor. Mas'ullar tomonidan mahallaning o'zida mehnat yarmarkalari tashkil etilib, hudud aholisi va yoshlarning bandligi ta'minlanmoqda. Qiziloy mahallasida bo'lgan mehnat yarmarkasida qatnashdim. Bu yerda Olmaliq kon metallurgiya kombinatidan mutaxassislar keldi. Bular bo'sh vakansiyalarni aytdi. Men o'zim Toshkent davlat texnika universiteti Olmaliq filialini bitirganman, ishlaymiz. Shuningdek, mahallada ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar ham doimiy e'tibor markazida. Nogironligi bo'lgan Xurshida Abdurahmonova, Manzura Umarova va Gavhar Qodirova kabi fuqarolarga manzilli ijtimoiy yordam va amaliy ko'mak ko'rsatilmoqda. Qiziloy mahallasida amalga oshirilayotgan bunday ezgu ishlar aholi turmush farovonligini oshirish, oilalarni qo'llab-quvvatlash hamda mahalla obodligini ta'minlashda muhim o'rin tutyapti. Mahallaga e'tibor nihoyatda kuchaydi. Maktabimizning qiyofasi tubdan o'zgardi. Qolaversa qishloq vrachlik punkti ta'mirdan chiqdi. Oxirgi mana shu 5 yilda mahallamizda 2 ta bog'cha qurildi. Bittasi 180 o'rinli, bittasi 90 o'rinli. Asfalt bo'lyapti, suvlar chiqyapti, tungi yoritgich chiroqlari qo'yildi, trotuarlar qo'yilyapti. Buni o'zi masalan bitta mahalla uchun juda bir ulkan bunyodkorlik. Xalqimizning nihoyatda kayfiyati yaxshi. Hozir ishsizlik darajasi bizning mahallamizda qolmadi. Oxirgi 2 oyda ichida Olmaliq tog' metallurgiya kombinatiga 30 dan oshiq yoshlarimiz ishga kirdi. Mahallamizning infratuzilmasi tubdan o'zgardi. Ijtimoiy sohadagi muammolarimiz yechildi. Allohga shukr, bizda hozir jinoyat degan narsa yo'q. Avvalo bu ishlarni boshida turgan yurtboshimizga rahmatlar aytishimiz keladi. Insonni qadri deganda mana shu narsalarni to'liq tushunsak bo'ladi. Ming qatla shukr deymiz mana shunday zamonda, tinchlik zamonda yashayotganimizga, mana shunday yurtboshimiz borligiga. Yil boshiga 22 ta kambag'al oila hamda 66 ta ishsiz aholi bor edi. Hozirgi kunda kambag'allikdan xoli hududga aylantirib, ishsizlarni bugungi kunda 30 nafar ish bilan band qilib, aholi yuqori daromad olishga erishildi.
hamda kambag'allik yo'nalishi bo'yicha individual rejalar ishlab chiqib, ularga xizmatlar ko'rsatildi. Yaratilgan ish o'rinlari hamda tadbirkorlik loyihalari aholining daromadini oshirib, kambag'allikdan chiqarish uchun muhim bir o'rin deb hisoblaymiz. Qiziloy mahallasida yoshlarning sifatli ta'lim olishi, ularning sport bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilyapti. Xususan, yil boshidan buyon hududdagi 40-maktabda katta hajmdagi qurilish, ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Maktabimizda ancha ta'mirtalab bo'lib qolgan edi. Respublika ishchi guruhi kelib, o'rganib chiqishdi-da. Maktabimizda juda ham chiroyli o'zgarishlar yuz berdi. Hovlimizda mini stadionlar qurildi. Faollar zalimiz juda ham chiroyli bezatildi. Sinf xonalarimiz yana ham yorug'lashdi. Yaqinda so'nggi qo'ng'iroq tadbirimizda mahallamizda juda ko'p ota-onalarimiz tashrif buyurishdi. Ular shunday o'zgarishlarni ko'rib, tasannolar aytishib, juda ham ko'p fikrlar bildirishdi. Ayniqsa nafaqadagi pedagoglarimizga maktabdagi zamonaviy uslublar yoqib, biz paytda bunaqa zamonaviy emas edi maktab. Sizlarning sharoitlaringiz juda ham yaxshi deb aytishdi. Buning hammasining zamirida prezidentimizning tashabbuslari, chekka hududlardagi yosh avlodga bo'layotgan e'tibori. Bugungi kunda Yangi O'zbekistonda ta'lim sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar bizning maktabimizda ham o'z samarasini ko'rsatmoqda. Jumladan, boshlang'ich sinflar uchun binomiz to'liq kapital ta'mirlandi, isitish tizimlari yangilandi, yangi akvaromlar o'rnatildi, sport zalimiz ham zamonaviy holga keltirildi, bizga mini stadion qurib berildi. Bunday sharoitlar nafaqat farzandlarimizning ta'lim olishiga, balki sportga bo'lgan qiziqishni ham oshiradi. Mana shunday o'zgarishlardan mahallamizdagi yosh qari, biz pedagoglar va o'quvchilar juda ham shodmiz. Bunday imkoniyatlarni yaratib berayotgani uchun muhtaram prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozirda Ziyo maskanida o'quvchilarning yozgi ta'til vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida Dolzarb 90 kunlik tadbirlari tashkil etilgan. Yoshlar sport va fan to'garaklariga qatnashmoqda. Ular uchun sport musobaqalari tashkil qilinyapti. Prezidentimiz yoshlarga qaratayotgan har bir e'tiborni his qilib turibmiz. Oldinlari masalan maktabimizda sport bilan shug'ullanish uchun sharoitlar unchalik yaxshi bo'lmagan. Sport zallarimiz ta'mirtalab ahvolda bo'lgan. Hozirgi kunda sport zallarimiz chiroyli ta'mirlanib berildi. Har xil fan to'garaklari, basketbol to'garaklari, tennis to'garaklari bor. Men kelajakda yaxshi o'qib, yaxshi kasbni egallab, vatanimizga ravnaq tegadigan farzand bo'lmoqchiman. Bizga shu sharoitlarni yaratib berayotgan prezidentimizga kattakon rahmat aytamiz. Bu inson sog'ligi va o'zining turmush tarzi hisoblanadi. Futbol o'ynagan inson har doim sog'lom, tetik va faol bo'ladi. Biz oldinlari, ya'ni O'rg'iz qishlog'idagi mahallalarga futbol o'ynashga borar edik do'stlarim bilan. U yergacha 8 kilometr chiqar edi. Hozirda stadion qurib berildi va bu yerda maroqli vaqt o'tkazyapmiz. Dolzarb 90 kun doirasida futbol to'garaklari ham ochilgan. Bunda hozirda men ham qatnashyapman. Kelajakda men futbolchi bo'lmoqchiman. Qiziloy mahallasidagi har kunlik bunyodkorlik, yangilanishga to'la kunlar oxiri aholiga xush kayfiyat ulashuvchi madaniy ma'rifiy bayram tadbirlariga ulanmoqda. Dastlab mahalla xotin-qizlari o'rtasida ayol qadri ulug'langan yurt ma'naviy ma'rifiy va madaniy tadbiri bo'lib o'tdi. Milliy liboslar namoyishi, harbiy orkestrning konsert dasturi, turli yo'nalishlardagi tanlovlar va musobaqalar g'olibi bo'lgan yoshlarning chiqishlari, san'atkorlarning kuy-qo'shiqlari mahalla ahliga ko'tarinki kayfiyat ulashdi. Juda bir chiroyli mustaqilligimizning 35 yiliga juda chiroyli tadbir bo'lib o'tmoqda. Biz mana hamma ham qishloqda shunaqa xursandmiz, hammamiz mustaqilligimizning 35 yilini nishonlayapmiz. Bir tomonlama qishlog'imizda juda ham katta o'zgarishlar bo'lyapti. Maktabimizda stadionlar qurildi, tepa mahallalarda stadionlar, yangi stadionlar qurilmoqda. Mahallamiz ko'chalari asfaltlar qilinmoqda. Biz juda ham bundan minnatdormiz. Yurtboshimizga rahmat. Mustaqilligimizning 35 yilligi mahallamizga juda ham tantana bilan kirib keldi deb ayta olaman. Juda ham chiroyli tadbir o'tkazilmoqda maktabimiz hovlisida. Juda keng imkoniyatlar yaratilyapti yoshlarimiz uchun ham. Maktabimizda kompyuterga asoslangan fan to'garaklari o'tiladi. Bu yoshlarning innovatsion qiziqishlarini yanada oshirishga, AI bilan tezroq, ya'ni sun'iy intellekt bilan tezroq ko'nikishga yordam beradi deb o'ylayman. Yurtboshimiz tomonidan yaratib berilayotgan imkoniyatlar hammasi shunchaki tayyor, biz ulardan shunchaki foydalanishimiz kerak xolos. O'qishimiz va o'rganishimiz kerak. Chindan ham mustaqilligimizning 35 yilligi Qiziloy mahallasi uchun 2 karra shodiyonaga aylandi. Istiqlol tantanalari keksayi yoshga xursandchilik, ko'tarinki kayfiyat bag'ishlagan bo'lsa, boshlangan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari natijasida mahalla obod maskanlardan biriga aylanadi. Bu esa yurtdoshlarimizning bugunidan rozi bo'lib yashashlarini ta'minlashdek ezgu g'oyaning yana bir hayotiy ko'rinishidir.